Bu bemorimiz bizada Bo'stonliqdan murojaat qilgansiz-a? Bo'stonliq tumanidan murojaat qilganlar. Bizani oldimizga kelgan paytlar eshitmasdilar. Bir kun operatsiya bo'ldi. Operatsiyaga ravona mana kecha operatsiya bo'ldi. Bugun o'zlariga kelganlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Eshitishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Tekshirib ko'ramiz. Men gaplarimni eshitmasdi bular mana. Siz eshitdim deb aytasiz, o'ng operatsiya bo'lgan, protez qo'yilgan. Eshityapsiz? Yo'qdachi? Sal eshitdim. Qaysi tomonda yaxshi eshityapsiz? Bu yoqda. Operatsiya bo'lgan quloqlarda yaxshi eshityaptilar. O'zi eshish 100% tiklangan desa ham bo'ladi. Ustida hali bint tamponlar bor. Inshaalloh pardalari, protezlari yaxshi o'rnashib ketsa, eshishlari ham zo'r ko'tariladi. Inshaalloh. Tak. Shovqin bormi hozir? Yo'q. Shovqin yo'q. Bosh aylanish-chi? Yo'q. Chunki operatsiyadan keyingi bemorlarda kuchli bosh aylanish va ko'ngillanish, qusish bo'ladi, shunaqa narsalar. Bularda unaqa narsa kuzatilmagan, operatsiya yaxshi o'tgan inshaalloh. Navbatdagi bemorimiz, bu bemorimiz bizga Sirdaryodan murojaat qilgan. Murojaatlari sababi eshish pastligi, shovqinga. Shovqin ham bormidi? Bir necha yillardan beri eshish past bo'lgan. Hozir operatsiyaga bir kun bo'lgan. Mana bular ko'rishingiz mumkin. Bemorimizni o'zini tekshirib ko'ramiz. Qayerda eshitsangiz o'shani aytasiz, xo'p? Yaxshi eshityapman. Yaxshi eshityapsiz? Undachi? Past. Unda past. Bu yoqda yaxshi eshityapsiz. O'ng quloqlari operatsiya bo'lgan. Bemorimizga protez qo'yilgan. Xudo xolasa, mana holatlar aktivni, ya'ni bir kun operatsiya bo'lgan bemorimizga ertaga ruxsat beramiz. Tak, eshishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Operatsiyadan keyin ko'tarildimi? Kelganimdan ancha yaxshi. Kelganingizdan ancha yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin o'zi. Kelgan paytda to'g'ri. Quloq orqasi bint bilan qo'yilgan, ichiga narsalar bor. Shu turishda ham bemorimiz ideal eshityapti. Xudo xolasa inshaalloh pardalari bitib ketgandan keyin eshish yana ko'tariladi. Shovqinlar yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Shovqin yo'q, yaxshi. Siz Kelgan qanaqa deb o'ylaysiz operatsiya jarayoni? Og'ir bo'ladi, shunaqa qiyin kechadi deb o'ylaganmiz. Operatsiya yaxshi. Umuman og'ir ham sezganim yo'qmi? Siz o'ylaganingizdan ham yaxshi bo'ldi? Ha, Xudoga shukr. Yaxshi, rahmat sizlarga. Eslatib o'tamiz, siz va yaqinlaringizda quloqda muammo bo'lsa, albatta bizga emas, lor shifokoriga murojaat qiling, chunki keyin kech bo'lishi mumkin. Rahmat.